telefon diyor. Hammaga salom sizlar bilan yana do'stlar yangi videoga xush kelibsizlar. Agar kanalimga yangi bo'lsangiz kanalimga obuna bo'lib, videomga bittadan like bosib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Bo'lmasa videoni boshlaymiz. Do'stlar, ya'ni bizdan yana maktabga borishimiz kerak. Xo'sh, ustoz dedi keling, mayli. Ustalarimni kiyimiz. Alo, assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Qumixon. Sen tashqariga chiqmagin. Nimaga? Ana umidi jonimsin. Tashqariga zombilar bilmadim qanaqadir maxluqlar kelib oldi. Nima qanaqasiga? Qaragin derazadan junursin do'stlar, bularni qarang, hattoki maktabni o'rab olishgan. Agar Madidani biza oldiga kelmoqchi bo'lsang, madur qilib katta binoga bor, studentlar binosiga xo'p bo'ladi. Keyin ana shu yerdan narsalarni olib bizani oldimizga kel. Xo'p, rahmat janob mer. Tezroq kel. Do'stlar, nima deyapti janob mer? O'zimiz nimalar deyapti? Do'stlar, lekin rostdan ham ustozimiz to'g'ri aytyapti. Do'stlar, qaranglar, mana bu yerni zombilar buzib tashlashibdi va men hozir so'roq ochib kirib oldim. La'nati do'stlar, bilasan, juda ham tez qochdim. Jinursin, hozircha menda hammasi yaxshi. Eshikni yopib qo'yishim kerak janob versak bloklari bilan. Chunki bu yoqqa hech kimni kirgizmaslik kerak. Okey, buni berib qo'yamiz va otlarni olib ana bu yerga borishimiz kerak do'stlar, sekingina. Chunki mana bular meni quvlashlari mumkin. Maktabga sekingina. Jinursin meni quvishyapti do'stlar. Maktabga tezroq qochishim kerak. Maktabga la'nat hammasi quvyapti orqamdan. Jinursin, maktabga yur. Maktabga yur, la'nat qoch. Jinursin, ishni buzmasa bo'lgani. Okey. Hoy, qaranglar, kim yo'qotyapti. Ay, Jinursin, shunaqa paytmi hozir, la'nati. Bu ko'rma sandiq bor. Hozir ishni buzib tashlashadi. Okey, yana. Jinursin, ishni buzib kelishdi, la'nati. Do'stlar, ko'rasizlar, ishchilar hattoki derazalarni ham sindirishyapti. Bizni o'rab olishdi. Jinursin, bularni bo'lmaydi. Do'stlar, men nima qilishim mumkin? Hozir apokalipsda Jinursin ishimni hozir buzishlari mumkin. Mana buni tezroq kravat qo'yish kerak. Jinursin edi. Do'stlar, yaxshiyamki respawn shu yerda ekan, men tepada tug'ildim. Xo'sh, endi do'stlar, biz nima qilishimiz mumkin? Hozircha menda hech narsa yo'q. La'nati, hamma narsamni olib qo'yishdi. Endi nima, men shu yerda o'lib ketishim mumkinmi? Axir 5 tadan ko'p bo'lsam, men umuman turolmayman, chunki men jonim oz. La'nati tepam pastni qarang, bular ko'pligini maktabdagilarni endi o'ldirishadimi deyapsan. Nimadir qilishim kerak, buni o'yla. Nima qilishim mumkin? Xo'sh, yana bu yerda nimadir bormi? Albatta bo'lishi kerak. O'qlardan tashqari. Do'stlar, hamma sandiqni qarashim kerak. Balki birov qilich bilib chiqib qolar do'stlar, balki. Do'stlar, la'nati hech narsa yo'q o'qdan tashqari. O'ylab qo'y, shu yerda apokalipsis bo'lyapti, lekin men mana bu yerda bekkinib o'tiribman. Xo'sh, o'ylash kerak. Do'stlar, ana bu yerga qochib ketishim kerak bir amallab. Jinursin. Do'stlar, ehtiyot bo'lib turish kerak. Axir men yaqinda o'lib qolishim mumkin. Ay, la'nati, qayergadir tushish yo'li. Yana bitta o'lsam bo'ldi. Men boshqa sarala olmayman. Bu serverdan
yerimda qatib to'g'rilayman. Shuning uchun endi o'lmaslikka harakat qilaman. Jin ursin, endi shu yerda o'lib ketaman. Do'stlar, hech narsam qolmadi. Stop. Do'stlar, axir janob mer mana shu yerda sirli sandiq bor. Uning ichida juda ham ko'p narsalar bor deganda, men o'qishga birinchi kelganimda agar bir narsa sodir bo'lsa, lekin u joy qayerdaligini aytmagan ekan Jin ursin. Lekin aniq shu joyda bor. Lekin ana shu joyda bitta blok ortiqcha ekan. Shuning uchun ana shu blokni topishimiz kerak. Xo'sh, stop. Mana bu blok qora, mana bunisi esa oq, ana bunisi esa qora. Demak, shu bo'lishi mumkin do'stlar. Xo'sh, buni buzamiz. Nima ikkitalik? Yo, Ruslan ham sandiqni topdim. Ruslan pastga qaragan yo'l. Yo, Ruslan ham javobni to'g'ri aytdi. Endi bu mitti bachchalarga bizlar ko'rsatib qo'yamiz biz. Chunki menda bloklar bor. Hattoki ularni tepadan ham chiysak bo'ladi. Okey, hamma bloklarni olishimiz kerak. Okey, suv ovqatlarni ham olib ketamiz. Hozircha oltin olmay turaversin. Okey, do'stlar, narsalarimni to'g'ri qo'yinglar. Okey, hozircha hammasini to'g'ri qilib olishimiz kerak. Bo'lmasa juda ham qiynalamiz. Mayli, lopatani ham bu yoqqa qo'yamiz va o'tin olmani va buni bu yoqqa qo'ysak, buni bu yoqqa qo'yamiz va buni esa bu yoqqa qo'ysak, mana buni bu yerga esa mana buni. Xo'sh, va bu yerga esa suvni qo'ysak, ana inventarimizni to'g'irlab ham oldik. Endi esa do'stlar bemalol urishsak bo'ladi. Ovqatni yeymiz, o'tin olmaymiz va hozir uni itlarga ko'rsatib qo'yamiz kim bu yerda boshliqligini. Xo'sh, joy pastga tushamiz va qansalari bu yoqqa marras. Do'stlar. Yo, birovga tushdimi? Mana shunga. Apokalipsda men senlarni yo'q qilib tashlayman. Okey. O'ldiramiz, oltin birovlar tushyapti. Bularni do'stlar sandiqqa solib qo'ysak ham yaxshi bo'ladi. Chunki bularni mana o'lib qolganimizda kiyishimiz mumkin. Mayli desa, bularni sandiqqa solib qo'yay, birovlarni. Stop, u qolish esdan chiqibdi. Yaxshiyam kelibman. Mayli, bu oltinchalarni ham solib qo'yamiz. Lanatli zombi go'shtini nima qilaman men? Mana buni olishim kerak. Okey, hammasi yaxshi ketyapti. Tezroq ketaylik. Vaqtni yo'qotmasdan, chunki mana bu zombilar juda ham kuchli, hattoki uyimni ham o'rab olishgan. Do'stlar, uyimni tozalashim kerak birinchi o'rinda. Do'stlar, ular eshikni shunaqa sindirayapti. O'zim ham hayron qoldim, qanday sindirishyapti bular deb. Xo'sh, ichida zombilar yo'qmi? Ular qayoqqadir ketishdi menimcha. Mana bu yoqda bir ikkita zombilar yuribdi. Ichkaridachi. Voy, qaranglar, Ko'myo'g'o keldi. Ko'myo'g'o keldingmi? Ha, keldim. Ehtiyot bo'larim, uryapti. Mana. Do'st, yaxshimisizlar? Ha, yaxshi. Bizni himoya qilasanmi? Albatta, shuning uchun keldim. Topibsan Ko'myo'g'o narsalarni? Ha, topdim. Xo'sh, ular qayoqqadir ketib qolishdi, janub tarafga. Umid qilamanki, shahar tarafga ketishmagan. Do'stlarim, umid qilamanki, shahar tarafga ketishmagan. Axir shahar tarafda ularni hech kim yenga olmaydi-ku. Lanatli Jin ursin. Men ularni topib o'ldirishim kerak. Jin ursin. Kravatim ham yo'q. Lanatli hamma narsamni
almashtirib ketishdimi? Bular ustimdan kulyapti. Okey, savdog'imda kichkalarim turibdi. La'nati, endi nima qilaman? Yaxshi. Lekin bir narsadan qo'rqib ketaman. Endi biz yaxshi yasholmaymizmi deyapti Nursan. Yaxshi. Bir amallab ulardan qutulib qoldim. Do'stlar, agar ular shaharga ketgan bo'lsa, demak meni kunim bitdi. Chunki shaharda meni ota-onalarim bor. Mana shu yerga yaqin joylashishadi. Keyingi videoda ularning oldiga boramiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Hozircha bizning sarguzashtlarimiz o'z nihoyasiga yetdik. Sizlar bilan shu joygacha ko'p bo'ldi. Video oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz sizlarga katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr-omon bo'ling.